Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Makkani fath qilgandan keyingi Makka atrofidagi boshqa islomga kirmagan qavmlar bilan bo'lgan urushlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Taif jingi. Bu urush tigi təhdidin alqanda Hüneyn uruşunun davamıdır. Çünki Hüneyn jang meydanda məğlub bolğan Havazin və Saqif qaçaq qoşunu baş qomandan Malik ibn Avf bilan billa Taif qo'rg'oniga kirib mudofiani olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hunayndagi g'animatlarni yig'ib Jironiga o'rinlashtirib etibla shu oy, ya'ni Shavvolning o'zida Taifga jazo yurishi qildi. U yo'lga chiqishdan burun Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni 1000 kishi bilan qo'shinning kuzatchilari sifatida oldin yo'lga silvatdi. Ondan cho'ng qo'shinni boshlab o'zi bevosita atlandi. U yo'l ustida Naxli, Yamoniya, ondan Qaznul manozilni besib o'tib Layya deb atilgan bir joyga yetib keldi. U yerda Malik ibn Avfning bir qal'asi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni chiqib tuzib etishga buyurdi. Ondan davomli ilgirlab Taifga yetib berib, Taif qal'asiga yaqin bir joyga tushib, shu yerga bargoh qurdi va qal'ani muhosiraga oldi. Muhosira xeyli uzun davomlashdi. Imom Muslim rahimahulloh Anas roziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda muhosira 40 kun davomlashgan deyiladi. Tarixshunoslarning bu haqdagi qarashi o'xshash emas. Ba'zilar 20 kun desa, ba'zilar 10 necha kun bo'lgan deydi. Bir so'zda 18 kun deyilsa, yana bir so'zda 15 kun deyiladi. Har holda muhosira xeyli uzun davomlashgan bo'lib, bu jarayonda ikki tarafdan bir-biriga o'q etishib va to'p etishib turgan. Musulmonlar düşmanni muhosiraga olgan tunji kuni düşman taraf ularga qal'a ustidan qor yomg'irdak o'q yog'dirgan. Musulmonlardan nurg'un odam yaralangan va 12 odam shahid bo'lgan. Natijada musulmonlar bargohni aslidagi o'rindan hozirgi Taif jamoasining o'rniga yo'tkashga majbur bo'lgan va mushu yerni bazo qilib urushni davomlashtirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taif kuchlariga manchanoq tiklab ularni tosh bo'ron qilgan edi. Bu tadbiri xeyli koriq keldi. Manchanoqda etilgan toshlar qal'a temida cho'ng-kichik chok va sho'ra yuchuqlarni ochdi. Shuning bilan bir turkum kishilar dabbabaning ichiga kirib tomni teshish uchun qal'a tuyiga borgan edi. Dushman bularga qip-qizil qizitilgan tumur zixlarni etib dabbabaga o't qo'yibdi. Uning tigidikilar qechib chiqibdi, ustidan o'q yog'dirib bir qancha kishini shahid qilibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana dushmanni taslim bo'lishga majburlash uchun jang tadbiri sifatida Taif uzumzorligini kesib tashlash va bog' bo'stonlarga o't qo'yishga buyurgan edi. Musulmonlar bir bo'lak yerlarning tanlig'ini vayron qildi. Shuning bilan Safiq xalqi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, Allohning va sizlar rahimning hurmati uchun o't qo'yishni to'xtatsang deb yalvorishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning va sizlar rahimning hurmati uchun deb boshqa yerlarning tanlig'ini qoldirib qo'ydi. Orqadan jakorchi chiqarib, kimiki qal'adan al bo'lib tushsa, u hur, ozod, amin bo'ladi deb jakorlaydi. Bu tadbirmo belgilik rol o'ynadi. Natijada 23 odam har xil yo'llar bilan qal'adan tushib keldi. Bularning ichida bir kishi Taif qal'asi ichidagi bir suv tortish asbobining og'amchisi bilan qal'a ustidan seyrilib tushgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni shu ma'noni ifodalaydigan Abu Bakrata Arqonchi deb atadi va ularning hammasini kechirim qildi. Bularning ta'minotini musulmonlar ustiga oldi. Bu ish qal'adagi mushriklar uchun qattiq zarba bo'ldi.
Muhasirning vaqti uzunga so'zilgan seri dushmanning qarshilik ko'rsatish tadbirlari kuchaydi. Mushriklarning o'q zarbisi va qizitib tashlagan temir parchalarining zarbisidan musulmonlarda o'lim yetdi va yordar bo'lish ahvoli eshib bordi. Dushman taraf qo'rg'on ichiga 1 yil yetkudek ta'minot va oziq-tulik to'plab olgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Navfal ibn Muaviya ad-Dayli radhiyallohu anhu ga maslahat soldi. U: "Ey Rasululloh, bular hozir uvusiga kirib olgan tulkiga o'xshaydi. Uni marab tursang hamon tuta olaysan. Tashlab ketsang sana ziyon yetkazolmaydi", dedi. Onun məsləhətini anlığandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muhasirni bo'shatib, qo'shinni chekindirib ketish qaroriga keldi va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni buyurib qo'shinga: "Alloh xolisa ata qaytmoqchimiz" deb jakarlatdi. Bu qaror ko'p sondagi musulmonlarga yoqmadi. Ular "Qo'rg'onni olmay qaytimizmi?" deyishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Əmsə ət degəndə kən-köləmlik hücum qozanlar" degəydi. Ular ətsi ətdigənlik hücumda ağır talafət uçurdi. Nurgun kişilər yardar boldu. Bu çağda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Əmdi çuqum qaytimiz" degəydi. Musulmonlar bunundan şadlandı və çekinishga başladı. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tabassum qilib qarab turatdi. Musulmonlar Taif muhasirisini bo'shatib qaytish uchun yo'lga chiqib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Qaytquchudurmiz, tavba qilg'uchudurmiz, ibodat qilg'uchudurmiz, Rabbimizga hamd va sano etquchudurmiz" deb menganglar dedi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, Saqif xalqiga duoibat qilsang" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, Saqif xalqiga hidoyat qilgin va ularni to'g'ri yo'lga boshlagin" dedi. Ji'ronidagi taqsimot. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taifdagi muhasirni bo'shatib, Ji'roniga qaytib kelgandan keyin Havazin xalqi tavba qilib, mol-mulk va asirlarini tilib olish uchun elchi avatib qolar degan umidda o'lja g'animatlarni taqsim qilmay 10 necha kun kutib turdi. Lekin ular tarafdan hech kim kelmadi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam butun Asiyada o'lja g'animat va taqsimot qilgan ayrim kishilar, qabila aqsoqollari va Makka katiboshlarining ko'nglini amin topqizish uchun o'lja g'animatlarni taqsim qilishga kirishdi. Ko'nglini islomga moyil qilish kerak bo'lgan kishilar hammadan avval bakraman qilindi va alayda nesiviga ega bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eng avval Abu Sufyan ibn Harbga 40 o'qiya oltin va 100 to'yga berdi. Abu Sufyan: "O'g'lim Yazidkichu" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga shunchalik miqdorda mol dunyo berdi. Abu Sufyan yana: "O'g'lim Muaviyagichu" degandi. Uningga yana otasiga o'xshash miqdorda mol dunyo iltifot qildi. Hakim ibn Hizamga 100 to'yga bergaydi. Hakim yana 100 to'yga berishni so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga yana 100 to'yga buyurdi. Uningdan keyin Safvan ibn Umayyaga 100 to'yga bergaydi. U orqa-orqadan so'rab 300 to'yga ega bo'ldi. Shifa nomli kitobda shundoq deyiladi. Haris ibn Kaldigimi 100 to'yga berdi. Shuningdek Quraysh katiboshlari va boshqa qabila aqsoqollaridan bir qancha kishigimi to'gidan 100 iltifot qildi. Yana bir qismlariga 40 dan berdi. Hatto el orasida Muhammad sallallohu alayhi va sallam tugab ketishidan qo'rqmay beradigan degan gap so'zlar tarqaldi. Shu chaqda shu atrofdagi Arabiy badavilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan mol so'rab to'p-to'p bo'lib kelib, hatto uni maydonning u chetidagi bir daraxt tubigacha qistab opardi. Daraxt payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ridosi, ya'ni yaktigini ilib oldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Ey xaloyiq, ridoyimni sunib beringlar. Allah bilan qasamki, agar hozirgi yenimda tahama daraxtlarining sonicha mol-mulkim bo'lsa, uningdan o'zimga ozroqmi qoldirmay, hammani sizlarga berib etgan bo'latdim. Men bexil, ko'zi kichik, qo'rqinchoq qazoblardan emasman" dedi. Ondan u to'gisining hiniga berib, to'gisining lokisidan bir tal yungni yulib oldi va mundoq dedi: "Sizlarning bu o'lja-pulja degan bir nimanglardan menga mushunchilikmi qolmaydi. Faqat 5 dan biri qoladi. U 5 dan birimi yana sizlarga qaytariladi."
İslam diniga mayil qilish kerak bo'lgan kishilarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi chaqlab berib bo'lgandan keyin Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni qolgan g'animatlar bilan asirlarning sonini ilishga buyurdi. Andin uni qo'shinning kishi beshiga chashqaydi, har bir odamga 4 to'ga 40 qo'y taqsim bo'ldi. Navoda otliq bo'lsa 12 to'ga va 120 qo'yga ega bo'ldi. Bu taqsimot nihoyat kuchli siyosiylikqa ega dona taqsimot bo'lg'aydi. Chunki dunyoda shundoq bir qism kishilar borki, haqqoniyat qaynimiga ularni aqllari va tafakkur ang idroklari emas, balki gal qursoqlari so'rab kiratdi. Bu xuddi urkigak asov hayvonlarni yem-xashakka aldab qutanga aman eson solib olganga o'xshaydi. Bundaqlarni iman islomga moyil qilish uchun har xil qiziqtirish va jalb qilish vositalarini qo'llanish kerak edi albatta. Ansarlarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ranjiganligi. Bu siyosat dastlabda ancha yaxshi tushunilmadi. Shunga har xil o'sak gap so'zlar paydo bo'ldi. Ansarlar ashu siyosatning zinini eng ko'p tatqanlar bo'ldi. Ular Hunayn hadiya tortiqlaridan butunlay mahrum qolgan edi. Vaholanki jiddiy paytda chaqirilganda ushqanda kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan muriga tirab jang qilib qo'shinni mag'lubiyatdan saqlab qilib g'alaba va zafarga erishtirganlar dal ansarlar edi. Endilikda bo'lsa jangning shapsini anglabla quyrug'ini xado qilib tikayotganlar qo'llariga ushchumlab oltin kumushlarni ilib xo'shalligidan ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketishga edi. Ammo ansarlarcho ular dahi bir paqlanning bo'ynig'imu org'amcha silib boqmadi. İbn İshaq rahimahullah Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu o'lja g'animatlardan Qurayshlarga va boshqa arab qabilalariga ko'plab berib, ansarlarga hech narsa tegmagandan keyin bu kishilar xafa bo'lib o'z ichida ba'zi ta'ni gaplarni qildi. Hatto ochig'iga paylamagan birsi Rasulullah əmdi öz qavm cemaatleri tepib oldi, dedi. Said ibn Ubada raziyallahu anhu Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin hiniga kirib, "Ey Rasulullah, sen öz qavmi qarindoshlarınğa ve başqa qabila aqsoqollariga zo'r miqdorda sovg'at ve hadiyalarni to'kib berib, bu bir jamat ansarlarga hech narsa bermagandan keyin ular sendan ranjib qopdi", dedi Peygamber sallallahu alayhi ve sellem. "Sen mi ranjidingmi?" deb so'radi. Said ibn Ubada raziyallohu anhu, "Ey Rasulullah, men mu shularning birida albatta", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Undaq bo'lsa, qavmingni mushu ihota ichiga yiqqin", dedi. Shuning bilan Said raziyallohu anhu ansarlarning qishiga chiqib, ularni hiliqi ihota ichiga yig'di. Muhojirlardan bir bo'lak kishilar kelgan edi, ularni mu kirgizdi. Ondan yana bir bo'laklar kelgan edi, ularni kirgizmadi. Ular to'liq yig'ilib bo'lib edi. Said roziyallohu anhu chiqib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ansarlar yig'ilib bo'ldi deb xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning hiniga kirib, avval Allohga hamd va sano etdi. Ondan: "Ey ansarlar jamoasi, menga sizlardan anglangani qandoq gap? U sizlarning ko'nglinglarda menga achchig'inglar kelganimi? Men sizlarning qishinglarga berishning oldida sizlar ozg'un, gumroh xalq emasmidinglar? Alloh sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi? Kambag'al, nomrod edinglar, Alloh sizlarni boy qilmadimi? O'zaro adovatlik dushmanlardan edinglar, Alloh qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi?" dedi. Ansarlar: "Shundoq, Allah ve Allah'ның payg'ambarining yaxshiligi ko'pdir ve afzaldir", deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem yana: "Ey ansarlar jamoasi, javob beringlar", degayindi ansarlar. "Nim deb javob beramiz ey Rasulullah? Yaxshilik Allohga ve Allohning payg'ambariga mansub", deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem: "Agar xolsanglar, seni boshqalar yolg'onga chiqiribdikan, biz rost deb e'tirof qildik. El taşıp etipdiken biz qo'lladik, qo'g'lib etipdiken biz aramızga aldık. Namrat yo'qsil kensen g'amxo'rlik qildik deyishinglar mumkin albatta. Rost deysizlar, ey ansarlar. Ba'zi odamlarning musulmon bo'lishi uchun ularni dunyoning yo'qlang narsalaridan bahramand qilib, sizlarni iymoninglarga topshirsam,
Şununğa açığınlar keldimi? Ey ensarlar, başqalar qo'y kallarını haydab kesse, sizlar yurtinglarga Rasulullahni ilib qaytishga rozi bo'lmamsizlar. Allah bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men ansarlardan avatilgan bo'latdim. Jimi odamlar bir yo'lda mingib, ansarlar yana bir yo'lga mangsa, men chuqum ansarlar mangan yo'lni tutatdim. Ey Allah, ansarlarga rahmat qilgin, ularning bolalariga rahmat qilgin va ularning navra chavrlariga rahmat qilgin dedi. Bu chaqda ansarlar ko'z yoshi qilishib, soqqollari ho'l bo'lib ketdi va Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik va nesibimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik deyishdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytdi, ularmu tarqalishdi. Havazin elchilarining kelganligi. Olca g'animatlar taqsim qilinib bo'lgandan keyin Havazin elchilari o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirib keldi. Ular Zuhayr ibn Sarda boshlig'idagi 14 odam edi. Elchilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning imildash ana taraf tog'isi Abu Barqonnimi billa ilib kelgan edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ularga yaxshilik qilish yuzasidan asir va mol-mulklarni qaytarib berishni tiladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kishining dilini eritadigan shirin shekar gaplarni qilgan edi. U: "Ko'rib turibsizlar, men yolg'iz emasman. Rost gap qilishni yaxshi ko'raman. Sizlar tanlanglar, o'g'illaringlar va xotin qizlaringlarga turamsizlar yoki mol dunyolaringlargami?" dedi. Ular birdak naslimizga hech narsani tan qilmaymiz deyishgaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Undaq bo'lsa, sizlar peshin namozdan keyin o'rninglardan turib, Rasulullohni mo'minlarga orqa silib keltirib va mo'minlarni Rasulullohga keltirib, asirlarimizni qaytarib berishinglarni so'raymiz" danglar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam peshin namozdan forig' bo'lgan hamon o'rinlaridan turib shunda qilgaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men qo'limdagi va Bani Abdul Muttallib jamoatining qo'lidagi barliq asirlarni cho'qim qaytarib beraman hamda boshqalarning qaytarib berishiga turtki bo'laman" dedi. Bu chaqda barliq muhojirlar va ansarlar ifoda bildirib, "Bizning nesibilarimizmi Rasulullohga taalluq" deyishdi. Aqroy ibn Habis: "Men va Bani Taymim xalqi qaytarib bermaymiz" dedi. Uyayna ibn Hinismu: "Men va Bani Faroza xalqi qaytarib bermaymiz" dedi. Abbas ibn Mirsatmu ifoda bildirib, "Men va Bani Sulaym xalqimizni qaytarmaymiz" degaydi. Uning xalqi birdak: "Bizga tigil bo'lg'ini Rasulullohga mansub" devatdi. Shuning bilan u: "Meni yerga qaratdinglar" deb jimib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Bu odamlar musulmon bo'lib tavba qilib ketdi. Shuning uchunmi men ularni asirlarni taqsim qilmay bir qancha kun saqlagan edim. Endi men ularni ixtiyoriga qo'yib edim. Ular o'zlarining nasabiga hech narsani tan qilmaydi ekan. Shunga yinda asir barlar qaytarib berishga rozi bo'lsa qaytarib bersin. O'z nesibimni ching tutaman deguchilar bo'lsa, asirlarni hozir elchilarga chuqum qaytarib bersin. Uning o'rniga keyin Alloh bizga g'animat ato qilganda, tunji bo'lib shular birga 6 hassa ko'paytib g'animat olsin" dedi. Jamoat birdak qilib, "Rozi bo'ldik, ey Rasululloh" deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Biz hozir oranglardan kimning rozi bo'lganligini, kimning norozi bo'lganligini bilmaymiz. Shunga hammanglar yotoqlaringlarga qaytib, vakillaringlar fikringlarni yetkizsin" dedi. Shuning bilan musulmonlar Havazin elchilariga bas-bas bilan asoratdagi xotin, qiz va bola chaqalarni qaytarib berishdi. Faqat Uyayna ibn Hisni o'ziga tigil bo'lgan bir qiyri xotinni qaytarib bergili unamay, keyinroq qaytarib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytish oldida turgan asirlarning hammasini Misrda ishlangan birdan kiyim bilan tartuqlab yo'lga soldi. Rasulullohning umra haj qilib Madinaga qaytganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jironidagi taqsimot va asirlarni qaytarish ishlaridan forig' bo'lgandan keyin shu yerdan umra hajga ihrom bog'lab haramga kirib umra hajni ado qildi va Makkaga Attob ibn Asid roziyallohu anhu ni bosh vali qilib tayinlab qo'yib Madinaga qaytdi.
Bu Mədinəyə şu yili Hicriyanın 8-ci yili Zulqaydın 24-cü günü qaytıb kelgan idi. Muhammed G'azzali rahimahullah mundaq degan: Allah Taalaga ming shukriki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu qitim Makkadan nusrat tojini kiyib, zafar quchib Madinaga qaytib kelishi bilan bu shahar, ya'ni Madina Munavvarga mushundan 8 yil ilgari qadam tashrif qilishi o'tirsidagi farq nima degan zo'r ha? Ayni chaqda panohlik izlab g'ayrib musofir va surgun bo'lib kelgan edi. Yestashlik va yordamga muhtoj edi. Haqiqatan mu Madina xalqi uni hurmatladi. Yuqori o'rin berib yordam qildi. Uningga nozil qilingan Qur'on Karimga agashdi. Madina xalqi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni deb jimi odamlarning dushmanlik qilishiga va jang e'lon qilishiga uchursimu voysimidi. Ayni vaqtda u qichib muhojir bo'lib kelgan cheg'ida qizg'in qarshi olgan oq ko'ngil Madina xalqi mana endi uni 8 yildan keyin yana bir qitim qarshi elish oldida turayotdi. Vaholanki endi uningga Makkamu bo'ysunga edi. Makka bu qitim o'zining zo'migar takabburligini va johil tarsoligini cho'rib tashlab, uning oldida bechora holatda qo'l qo'shtirib turayotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni o'rnidan dast turg'izib, islom bilan izzat dedi va uning o'tmishdagi barliq xatoliklarini va gunohlarini afu qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishidi. Chunki Alloh yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Qur'on Karim Sura Yusuf 12-sura 90-oyatning bir qismi. Makka fatihisidan keyin avatilgan qo'shin va fidoilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qitim to'liq safar qushib qaytib kelgandan keyin bir mahal Madinada muqim turib elchilarni qabul qildi. Joylarga yerlik ma'murlarni tayinladi. Diniy tavajjilarni avatdi va Alloh taolaning diniga kirishdan bosh tortib, arab jamiyatining shu topdagi yuzlanish taqdiriga tan bermayotgan bir qism kishilarni adablash uchun qo'shin tashkil etdi va zarbadorlarni yo'lga soldi. Musaddiq, ya'ni mulki amaldorlar. Biz yuqorida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinaga Hijriyaning 8-yil oxirida qaytib kelganligini aytqaydik. Uzoq o'tmay Hijriyaning 9-yili Muharramning hilal oyi Madina osmida julolidi. Mushu orliqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har qaysi qabillarga zakot yig'ish ishlariga mas'ul mulki amaldorlarni avatdi. Bu musaddiqlardan birinchi Uyayna ibn Hisni roziyallohu anhu Bani Tamim qabilasiga, ikkinchi Yazid ibn Husayn roziyallohu anhu Bani Aslam va G'ifar qabilasiga, uchinchi Abbad ibn Bashir Ashhali roziyallohu anhu Bani Sulaym va Muzayna qabilasiga, to'rtinchi Rafi ibn Makis roziyallohu anhu Juhayna qabilasiga, beshinchi Amru ibn As roziyallohu anhu Bani Fazara qabilasiga, 6-chi Zahhak ibn Sufyan roziyallohu anhu Bani Kilab qabilasiga, 7-chi Bashir ibn Sufyan roziyallohu anhu Bani Kaib qabilasiga, 8-chi ibn Lutayba al-Azdi roziyallohu anhu Bani Zabyan qabilasiga, 9-chi Muhojir ibn Umayya roziyallohu anhu San'aga, 10-chi Zayyad ibn Labid roziyallohu anhu Hazri Mavtga, 11-chi Adi ibn Hatem roziyallohu anhu Bani Tay va Bani Asad qabillarga, 12-chi Malik ibn Nuvayra roziyallohu anhu Bani Hazlaga qabilasiga, 13-chi Zabarqon ibn Badri roziyallohu anhu Bani Said qabilasining bir qismiga, 14-chi Qays ibn Asim roziyallohu anhu Bani Saidning yana bir qismiga, 15-chi Ala'u ibn Hazzami roziyallohu anhu Bahrayinga, 16-chi Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu Najronga sadiqa va jizya har ikkisini yig'ish uchun avatilgan edi. Mazkur musaddiqlarning hammasi Hijraning 9-yili Muharramda avatilgan bo'lmasdan,
balki ularning bir qanchasi shu qabila xalqlari islomni qabul qilgandan keyinla ondan avatilgan. Shundoq bu musaddiqlarning hijriyaning 9-yili Muharramda buncha ko'p joylarga avatilganligi islom da'vatining Hudaybiya sulhisidan keyin qanchalik zo'r muvaffaqiyatlarga erishganligini ko'rsatadi. Amaliyotda bo'lsa, Makka fath qilingandan keyin odamlar to'p-to'p bo'lib islomga kirishga boshlagan edi. Avatilgan qo'shinlar har qaysi qabila va aymoqlarga musaddiq, ya'ni zakot yiquvchi mulkiy amaldorlarni avatgandek, yerim orol tavalligida umumyuzlik tinchlikni ishga oshirish uchun ba'zi joylarga qurolli qo'shin avatishga to'g'ri keldi. Tuvanda mushu maqsadda avatilgan qo'shin va ilib berilgan lashkariy yurishlarning qisqacha jarayonini bayon qilib o'tamiz. Birinchi, Ubayda ibn Hisni al-Fazari qo'shini 50 otliqdan tashkillangan bu qo'shin hijriyaning 9-yili Muharramda Bani Tamim qabilasiga jazo yurish qilishga avatildi. Ularning ichida birmu muhojir yoki ansori yo'q edi. Sababi Bani Tamim xalqi shu atrofdagi qabilalarni Madinaga qarshi kuchkirtgan va ularni jizya, g'ayri musulmon fuqarolar topshirilgan boj topshirishdan bosh tortishga puturatgan edi. Qo'shin kunduzi yushirinib, kechasi yo'l yurib, oxiri ularga saharda hujum qo'zg'adi. Dushmanlar qochib ketdi. Musulmonlar ulardan 11 er, 21 ayol va yeshiga to'shmagan 30 norasida bolani qo'lga tushirdi. Madinaga haydab keldi va ularni Ramla bitni Haris roziyallohu anhoning qo'rusiga o'rinlashtirdi. Ularning kaynidan shu qabilaning katlaridan 10 kishi Madinaga kelib, Udul payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eshik tubida to'xtadi va "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, bu yoqqa chiq" deb to'g'lashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning oldiga chiqqaydi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yepishib olib yolg'irg'ili turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan birdan birga bo'libla peshin namoziga kirib ketdi. Namozdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidning saynasida o'tiradi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bas munozirlashib biqish va mufaxira degan yaxshi ishlarni ko'z-ko'z qilib faxrlanish qilmoqchi bo'ldi. Shu o'yini aytdi va o'zining dangdor notiqi At-Tarud ibn Hajibni maydonga chiqarib nutq so'zlatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga qarata islom notiqi Sabit ibn Qays ibn Shimas raziyallohu anhuni buyurib javob nutqi so'zlatdi. Anan ular shoiri Zafarqon ibn Badrni maydonga chiqarib muoshiraga salgan edi. U mufaxira she'rlarini o'qidi. Uningga qarata islom shoiri G'assan ibn Sabit raziyallohu anhu maydonga chiqib 100 turona muoshira aytib dal-mudal javob qaytardi. 2 xatib va 2 shoir muoshira va muxaridin to'xtavidi. Elchilarning biri bo'lgan Aqra'a ibn Habis uning shoiri bizning shoirimizdan mohir ekan, uning xatibi bizning notiqimizdan so'zman ekan, hamda ularning ovozi bizning ovozimizdan jarangliq ham unlik ekan dedi. Ondan ular musulmon bo'lishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni nihoyat yaxshi kutib oldi va ularga xotin bolalarini qaytarib berdi. Ikkinchi, Qutba ibn Amir qo'shini shu yili safar ida Tabala tavalligidagi Nurbega yaqin joyda o'ltiraqlashgan Xasam qabilasining bir aymoqiga avatildi. Qutba roziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin 20 odamdan tashkillangan bo'lib, har ikkisi birdan to'gaga navbatlashib minib mangdi. Qo'shin dushmanga ushtumtut hujum qilib, ikki taraf keskin elishdi. Natijada har ikki tarafdan xeyli ko'p kishi yordar bo'ldi. Qo'shin amir lashkari Qutba roziyallohu anhu va yana bir qancha kishi shahid bo'lib ketdi. Oxiri musulmonlar g'alaba qilib, dushmanning mol chorva va qiz xotinlarini g'animat ilib Madinaga haydab keldi. 3. Zahhok ibn Sufyan Kilabi qo'shini. Bu qo'shin shu yili Rabiul avvalda Bani Kilab xalqini islomga da'vat qilish uchun avatilgan edi. Bani Kilab xalqi da'vatga qoyil bo'lmag'achqa orada urush yuz berdi. Urushda musulmonlar ustunlikni egallab, dushman tarafdan bir odam o'ldi. 4. Alqama ibn
Mucazziz Mudallici qo'shini. Bu qo'shin shu yili Rabiul oxirida Al-Qama roziyallohu anhu boshchiligida 300 odam bilan Jidda dengiz sohiliga avatildi. Sababi Habashlardan bir turkum kishilar Jidda dengiz sohiliga to'planib, Makkaliklarga qarshi qaroqchilik va bo'lonchilik harakatlari bilan shug'ullanishni planlagan edi. Al-Qama roziyallohu anhu Jiddiga yetib berib, dengizga ishkirlab kirib, bir orolga o'tgan edi. Ular musulmonlarning zarbisidan qo'rqib tarab ketishdi. Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qayli. Xayr xush, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Makka fathisidan keyin avatilgan qo'shin va fidoilarni o'qib, u qo'shinlarning 4tini o'qib bo'lgan edik. Endi 5-siga keldik. Ali ibn Abi Talib qo'shini. Mazkur qo'shin mushu yili Rabiul avvalda Tay qabilasining Qalas nomli butni chiqib etishga avatildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alini 150 odam, 100 to'yga va 50 ot bilan yo'lga soldi. Uningga bir qora bayroq va bir oq to'q tutqizdi. Qo'shin Hatamning mahallasiga yetib berib, tong saharda hujumni boshlavatdi. Ular jahon buzg'uchi Qalas butini yiqitib tashlab, nurg'un kishilarni asir ilib, qo'y qonlarni yig'ib, bir yoqliq qilib bo'lgan edi. Asirlar ichida Adi ibn Hatamning hamshirisi bor edi. Adi ibn Hatam Shamga qochib ketdi. Musulmonlar Qalas butining g'azinasidan 3 dona qilich va 3 dona savutni boyqidi. Ular o'tira yo'lga kelganda o'lja g'animatlarni taqsim qilib bo'lib olishdi. Ishib qolgan qismini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga atab ayirib qo'yishdi. Shu qatorda Adi ibn Hatamning oila tavobatlari taqsim qilinmagan edi. Asirlar Madinaga ilib kelingandan keyin Adi ibn Hatamning hamshirisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yalvorib bundoq dedi: "Ey Rasululloh, murabbim yo'qab ketdi. Ata-onamdan ayrilib qoldim. Men bir yashnib qolgan miskin ayolman. Menga yaxshilik qilsizlar. Alloh o'zlariga yaxshilik qilar." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Sening murabbing kim edi?" deb so'radi u ayol. "Adi ibn Hatam" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Alloh va Allohning payg'ambaridan qochgan Adi" dedi-da o'z ishiga ravon bo'ldi. Adisi yana iliq ayol oldingi kundagideklar yalvardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'xshashla javob qaytardi. 3-kuni u ayol yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, oldingi kunidagi so'zini takrorladi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ehson qilib qo'yibdi. Shu vaqtda uning yonida turgan bir er kishi, u Ali roziyallohu anhu edi deguchilarmi bor. Iliq ayolga: "Rasulullohdan uloq so'ramamsan?" dedi. U ayol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Menga uloq bersizlar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga bir to'yga buyurdi. Adining hamshirisi Madinadan chiqib Udul Shamga qerindishi Adi ibn Hatamning hiliga bordi. U qerindishiga: "Rasululloh otang qilmagan ishni qildi. Shunga sen meyli rag'bating bo'lsin yoki bo'lmasin uning huzuriga borg'in" dedi. Shuning bilan Adi hech qanday panohligi yoki amonlik ahdisi bo'lmagan ahvolda yo'lga chiqib Madinaga keldi va Udulla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eshik tubida to'xtadi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga yukinib o'tirib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga hamd va sano aytib: "Nima deb qochding? La ilaha illalloh deyishdan qochdingmi? Bir Allohdan boshqa ilohning borlig'ini bilamsan ya?" deb so'radi. Adi: "Yo'q" deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hazo gap qilgandan keyin yana: "Allohu akbar deyilganga qochamsan? Yoki Allohdimi ulug' bir ilohni bilamsan?" dedi. Adi: "Yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam:
Yahudilar Allah'ның g'azabiga uchirganlardir. Nasaralar azg'un millatdir, degan edi Adi. Men haqiqat yo'qlug'ichi musulmondirman, dedi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chiroyi xushalliqdan jilvlandi va uni ansarlardan bir kishining uyiga o'rinlashtirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ata oqshom ko'rishib turdi. İbn İshaq rahimahullahning Adi ibn Hatem radhiyallohu anhudan naql qilgan bir hadisida mundaq deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni uyiga boshlab kirib oldida o'ltirg'izib mundaq degan. So'zligin Adi ibn Hatem, sen rukusi emasmiding? Rukusi deganlik Xristian va Sabiyat dinlaridan qoldiq bo'lib, ularning o'z oldiga qoida nizomlari bor edi. Men ha shundoq edim deb javob berdim. U sen xalqning orasida mirboi g'animatning 4dan birini ayirib olish huquqiga ega emasmiding deb so'radi. Men ha shundoq edim desam u sening diningda shundoq qilish harom edi-ku dedi. Men azbroy xudo shundoq edi dedim va u chuqum barhaq payg'ambar ekan. Payg'ambardan boshqa kishi uqmaydigani biladi ekan deb jazm qildim. İmam Ahmed rahimahullahning Adi ibn Hatem radhiyallohu anhudan bayon qilgan bir rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Adiga Adi musulmon bo'lg'in, omon bo'lasan degan edi. Adi men dindorman deb javob bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sening diningni men seningdan obdaroq bilaman degan. U mening dinimni meningdan obdan bilamsan deb so'raganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sen rukisi emasmi? Sen xalqning orasida mirboi yavolisan emasmi? degan. Adi shundoq deganda u shundoq qilishning diningda qat'iy halol bo'lmaydi-ku degan. Adi mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga shu gaplarni qilib edi, men uningga qayta gap qilmay rozi bo'lib o'ltirdim. İmam Buxoriy rahimahullah Adi ibn Hatem radhiyallohu anhudan naql keltirgan hadisda mundaq degan. Bir chaqda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida edik. Bir kishi kelib uningga namratlikdan datlandi. Orqadan yana bir kishi kelib yo'lning xavfli ekanligidan, qaroqchi va bulangchilarning xavfidan shikoyat qildi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Adi sen Hira degan shaharni ko'rganmi? Agar umring yor bersa, yolg'iz bir ayolning Hiradan yo'lga chiqib, Baytullohni tavob qilib qaytganligini ko'rsan, u Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Yana umring bo'lsa, Kisra Iron xalqining xazina va dapinalarini fatti ishg'ol qilisizlar. Adi, umring bo'lsa yana shuni ko'rsanki, bir odam sadiqa uchun qulg'aliq oltin kumushni to'shqizib chiqib, uni qabul qiladigan odamni izlaydi, hatto topolmaydi, dedi. Hadisning oxirida Adi roziyallohu anhu mundaq degan. Men hiliqi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar qilgan musofir xotinning Hiradan hatto uningdimi Hiroq eldan yolg'iz yo'lga chiqib Baytullohni tavob qilib qaytganligini, Allohdan o'zga hech kishidan ansirmaydiganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kisra ibn Huzmun Iron xonining xazina qulublarini chaqqanlarning ichida menmu bor edim. Amdi Alloh xolisa payg'ambarimiz aytgan kishi qulg'aliq oltinni sadiqa uchun ilib chiqidi degan so'zida deyilganlarni sizlarning umringlar yor bersa ko'rasizlar. Tabuk jingi Hijriyaning 9-yili Rajab. Hammaga ayonki Makka fathisi haqiqatan to'g'ri aqida va sog'lom hayot yo'li bilan botil, noto'g'ri tunish, jaholiyatcha turmush andisini bir-biridan keskin ayirgan hal qilg'uch fasil bo'lgan edi. Shuningdan e'tiboran butun arablarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning barhaq payg'ambarligiga nisbatan dargumanda bo'lishiga qilcha o'rin qolmagan edi. Shundaqla bu vaqadan keyin tarix chaqi tamoman o'zgacha aylanib, kishilar Alloh taoloning diniga to'p-to'p bo'lib kirishga boshladi. Biz buni elchilar haqidagi bayonlardan va yana Hajjatul Vidoda vidolashish hajidagi qatnashuvchilarning sonidan ko'rib olaymiz.
İçki qiyinchiliklar tugaganlikdan musulmonlarning Alloh taoloning shariatini o'rganish va o'rgatish hamda islomiy da'vatni keng qanot yaydirishi uchun foydali sharoit hozirlangan edi. Jangning sababi: afsuski bu jahon azaldan tinchigan emas. Shu chaqda musulmonlarning tinch da'vat ilib berishiga hech qanday asossiz to'sqinlik qilayotgan bir dushman kuch asta bosh ko'tarib chiqdi. U bo'lsa-mu, ayni davrda dunyo bo'yicha harbiy kuchi eng zo'r Jahongir Rum xonadonligi edi. Biz oldingi bobdagi bayonlarda ular bilan bo'lgan to'qinishning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning elchisi Haris ibn Umayr al-Azi roziyallohu anhu Busra valisiga maktub ilib ketayotganda Shurahbil ibn Amru al-Ghassani tarafidan tutqun qilinib o'ldirilganligidan tortib boshlanganligini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris raziyallahu anhu'nun intiqamını elish uchun Zayd ibn Haris qo'shinini avatib Rumluqlar bilan Mut'a degan joyda keskin ilishgan bo'lsa-mu, ammo urushda ulardan intiqam ilishga muvaffaq bo'lolmaganligini. Biroq bu urushning yiroq yaqindagi barliq arablarning ko'nglida musulmonlarga qarata g'oliblik tuyg'usi paydo qilganligidek yaxshi ta'sirini so'zlab o'tgan edik. Shundan keyin Qaysar Rum xandoni Mu'ta urushining musulmonlar uchun keltirgan ijobiy ta'sirini va o'z mustamlikasi bo'lgan arab qabilalarining Rumliklarning asoratidan qutulib, musulmonlarga al bo'lish qo'yda bo'layotganligini, bu xil idiviy burilish uning ziminiga qadam-qadam ichkirlab kirib, Arab Sham chegarasiga tahdid silayotgan birdan-bir xavf-xatar bo'lib qolganligini tunib yetdi. Şuna o musulmonlarning kuchi zo'royib, taqobil turish mumkin bo'lmaydigan cho'ng kuchga aylanishdan burun, bo'libmi Rumga qarashliq arab rayonlarida cho'ng qalaymaqanchilik va qarshiliklar yuz berishdan burun cho'qim musulmonlarni yo'qotib etish kerak deb qaradi. Mushu manfaatlarini nazarda tutgan Qaysar Mu'ta urushiga to'liq bir yil bo'lmayla Rumga qarashli G'assan arablari va boshqa arab qabilalaridan qo'shin tashkillashga kirishdi va cho'ng qonliq to'qinishga tayyorlik ko'rdi. Rumliklar va G'assanlarning urush tayyorligi haqidagi to'liqsiz ma'lumotlari Rumliklarning musulmonlarga qarata keng ko'lamda urush qo'zg'ash uchun jiddiy tayyorlik ko'rayotganligi haqidagi xabar Madinaga har tarafdan uchib kelishga boshladi. Hatto xavf va andisha shu darajaga berib yetdiki, ular Madinada shundoq bir g'ayri sada anglansimi, Rumliklarning tajovuzi deb o'ylaydigan bo'lib qoldi. Bu xil andisha va tashvish kayfiyatini Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning mundaq bir voqeaga bildirgan ifodasidan aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Shu yili, ya'ni Hijriyaning 9-yili, ma'lum bir oyda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir oy ayollariga yaqin bormaslikqa qasam qilgan edi va uyning ustidagi boloxonaga chiqib olib, ulardan ayrilib turgan edi. Sahaba kiramlar dastlabda ishning tegini uqmay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning hammasini biroqla taloq qilib o'tgan cheg'i, shunga hech qaysi bilan aroyish qilmaydigan o'xshaydi deb o'ylab g'amga patdi va ko'ngillari g'ash bo'lishdi. Umar roziyallohu anhu bu voqeani naql qilib mundaq deydi: "Mening ansarlardan bir qarindishim, birodarim bor edi. Men Madinaga kirolmay qolsam, shu kundagi xabarlarni menga yetkazatdi. U kiralmaganda men yetkazatdim. Biz Madinaning yuqorisidagi bir mahalda o'ltiratdik. Rasulullohning qishiga navbat bilan kirib chiqatdik. Shu chaqlarda biz G'assan podshohlaridan bo'lgan bir podshohlikdan ansiraytdik. Anglashimiz, u bizga qarshi qo'shin tashkillab etibdi-dek. Biz uningdan intayin hushyor holatda edik. Bir kuni hiliqi do'stim ushtumtut eshikimni qiqib, "Och!" dedi. Men, "G'assanlar kelibdimi?" desam u, "Balki uningdimi cho'ng ish bo'libdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollaridan o'zini chatga olibdi" dedi. Sahih Buxoridan ilangan. Yana bir iborada Umar roziyallohu anhu mundaq degan: "Anglashlarga qaraganda G'assanlar bizga hujum qo'zg'ash uchun otlangan ekan. Bir kuni hiliqi do'stim navbat bilan Madinaga kirib ketgan edi. U kechda chiqib eshikimni qattiq urdi va "Uxlab qoldingmi?" deb to'lidi. Men qattiq vahima ichida uning oldiga chiqdim. U "Chatoq bo'pti" dedi. Men "Nimish bo'pti? G'assanlar kelibdimi?" desam u "Yo'q, uningdimi yomon ish bo'pti.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarini taloq qilib o'tibdi, dedi. Sahih Buxoridan e'langan. Mana buningdan ko'rib olg'ili bo'ladiki, musulmonlarning Rum doiralarining tahdidiga taqobil turish o'tkinchi davri intayin jiddiy ham vahimalik bo'lgan. Uning ustiga Rumliklarning urush tayyorligi haqidagi xabarlar Madinaga yetib kelishi bilan tang Madinadagi yerlik munofiqlarning ig'vogarchilik harakatlari vaziyatni texmo keskinlashtirib o'tgan edi. Bu munofiqlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning har qaysi cho'ng maydonlardagi nusratlari va uning yer yuzidagi hech qanday bir sultondan qo'rqib qolmaydiganligini, balki o'z yo'lida paydo bo'lgan har qanday qoshilni chuqum supurib tashlaydiganligini ko'rib turibdi. Yanıla islom diniga va musulmonlarga qarata ko'nglida yushirib kelgan razil xam xiyollarning bir kuni amalga eshishidan, reallikka aylanishidan texcha umidini uzmagan edi. Şuna ular bu qitim nahayda hayacanlanıp ketdi və hərəkətini tezlətdi. Rumluqlarning hərbiy hərəkəti to'g'risida eng yangi ma'lumot. Yuqorqilar musulmonlar duch kelgan ahvollar va erishgan ma'lumotlar edi. Shu asnoda Shamdan Madinaga yog' elib kelayotgan Anbat qabilasiga taba arab savdogarlari Madinaga kelib tushdi. Ularning aytishicha, Iraqli Rum podshohi 40 ming kishilik qo'shin tashkillab, uning qo'mondonligini Rumliklarning pushtidan bo'lgan bir kishiga tutqizgan. U yana bu urushga arab xristianlaridan Laxmi, Juzam va boshqa qabilalarni qatnashishga chaqirgan. Qo'shinning oldi Balqoiga kelib o'rinlashgan va hokazolar. Shuning bilan musulmonlarning ko'z oldida ajoyib cho'ng bir xavf-xatarning vahimali qiroq ko'langisi zohir bo'lishga boshladi. Vaziyatning texmo jiddiylashganligi. Shu kunlarda havoning intayin issiq, bu tumuz vaqti edi. Bo'lishi va vaziyatni texmo jiddiylashtirayotgan omillarning biri bo'lib, bu Madina xurmalari miliq-miliq pishgan mezgil edi. Odamlarning bog' varallaridan va soyliq daraxtlarning tubidan ayrilg'usi kelmaydi. Qisqasi, bundaq beab chaqda safarga chiqishni hech kim xolamaydi. Buni oz deb musofa yiroq, safar jafoliq va qiyinchilik og'ir edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning keskin qaror chiqarganligi. Foydasiz omillar ana shundoq ko'p ahvol. Foydasiz omillar ana shundoq ko'p. Ahvol murakkab. Amaliy sharoit qiyin bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davr sharoiti va vaziyat taraqqiyotiga hammadan inchga va hammadan yiroqni ko'rarlik bilan nazar silib turibdi. U Navoda bu qitim mushunda xalqliq paytda Rum tajovuzchi qo'shinining payliga sal qarab beparvolik qilinsa va ularning musulmonlar kontroligidagi rayonlarda xalqancha temiz qilib yurishiga, hatto Madinagacha ot chaptirib kelishiga yo'l qo'yilsa, uning islom da'vatiga va musulmonlarning siyosiy va ijtimoiy sha'nu shavkatiga ta'siri qanday bo'ladi? Hunayn vaqasidan andila qaqshatqich zarba yegan va eng oxirgi tiniqlari bilan jon talashayotgan jahiliyat tarafdorlari bo'lgan mushriklik iqimi bu chaqda qayta jonlanib yana bosh ko'tarib chiqishi mumkin-ku. Shuningdek, musulmonlarning kutilmagan talofatga yo'liqishni to'rt ko'zi bilan kutayotgan va Posiq Abi Amir orqali Rum xondoni bilan xufiyana aloqalashib, eg'iz burun yalishayotgan munofiqlarning Rumliklar Rasulullohga oldin tarafdan hujum qilgan hamon orqa tarafdan musulmonlarga zarba berishi ehtimolga nihoyat yaqin-ku. Undaq bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahaba kiramlarning islom da'vati yo'lida to'ligan ajoyib zo'r badallari va ko'rsatgan tirishchanliklari ko'pikka aylanamdi. Shuncha uzoq yillardan beri qonliq janglar, jafoliq lashkari yurishlar badaliga ming mushaqqatda erishgan natija va muvaffaqiyatlar osonla qo'ldan ketmamdi. Qisqasi, bu muvaffaqiyatlarning hammasi un-tinsiz yo'qludi emasmi? Deganlarni o'yladi. Mana mushlarning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ayon edi. Şuna u bu qitim sharoitning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar dushmanning chegara tavalligiga keng ko'lamlik urush qo'zg'ab, ularning islom diyoriga bostirib kirishining qat'iy oldini olish qaroriga keldi. Jangga tayyorlik ko'rish chaqirig'i. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vaziyatni mana mushundaq to'g'ri mo'ljallagandan keyin sahaba kiramlarni urush tayyorligi ko'rishga chaqirdi.
Makka va boshqa arab qabilalariga odam avatib kishilarni safarbar qildi. İlgirki janglarda düşmanga to'ydirmaslik yuzisidan jang nishonini oshkorlamaydi. Lekin bu qitim ahvolning jiddiyligi va xavf-xatarning og'irligini nazarda tutib, Rumliklarga qarshi urush qo'zg'aydiganligini oshkora e'lon qildi va to'liq tayyorlik ko'rib olsin uchun ahvolni aniq uqtirib, barliq musulmonlarni jangga chaqirdi. Şu esnada Sura Baroatning bir qismi nozil bo'lib, musulmonlarning jasoratiga va jangovarligiga ilhom berildi. Shuning bilan bir vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana musulmonlarni bu urushga ko'proq iona berishga, Alloh taolaning yo'lida nachar yoki e'tibor demay xayr saxovat qilishga chaqirdi. Musulmonlarning bas-basda jang tayyorligiga atlanganligi Musulmonlar Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin Rumga qarshi urush chaqirig'ini anglagan hamon bas-basda ovoz qo'shdi. Ular qo'l-muqol tayyorlik ko'rib, nihoyat tezlikda Madinaga hozir bo'lishdi. Hash-pash degucha kishilar har qaysi aymoqlardan to'ga tayloqlarga minishib, har qaysi ko'cha chig'irlardan Madinaga qarab eqishga boshladi. Bu jangdan dillariga munofiqlik o'rnashib ketganlardan boshqa 3 nafar kishi bulardan mustasnodir. Birmu odam o'zini chetga olmadi. Hatto nomrod kambag'al kishilar xarajatdan qisilganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, o'zlariga uloq berishni, o'zlarining Rum bilan bo'lgan urushga qatnashish irodasining borligini aytdi. Shuningdek musulmonlar yana bas-basda pul mol iona qildi, sadiqa berdi va xayri saxovat qo'llarini keng ochdi. Osman ibn Affon roziyallohu anhu shu kunlarda 200 to'ga, to'qam tartuqlari bilan va 200 o'qiya, bir o'qiya 12 dirham yoki 37.4 gram oltinga teng. Naq pul bilan tijorat karvonini tashkillab Shomga yo'lga salmoqchi bo'layotdi. U bu mallarning hammasini Xudo yo'lida sadiqa qilyapti. Arqadan yana 100 to'gini egar jabduqlari bilan iona qildi. Keyinroq yana 1000 dinar tillani ko'tarib kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning etigiga to'kkan edi. U dinarlarni sharaqshitib, o'ng qo'ldan so'l qo'lga to'kib, bugundan e'tiboran Osman qilib salgan ishlarning uningga hech ziyni bo'lmaydi, dedi. Osman raziyallohu anhu arqa-arqadan iona qilgan narsalar naq dinardan boshqa 900 to'ga va 100 at egar jabduqlari bilan shuningga yetgan edi. Abdurrahman ibn Auf raziyallohu anhu 200 o'qiya iona qildi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu mol dunyosining jimisini ilib keldi. U bu urushqa tunji bo'lib iona ilib kelgan kishi bo'lib, oilamga Alloh va Allohning rasulini qoldirdim dedi. U 4000 dirham iona qilgan edi. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu iqtisodning yerimini ilib keldi. Abbas raziyallohu anhu nurg'un mol mulkini ilib keldi. Talha, Said ibn Ubada va Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhularmo nurg'un mol dunyosini iona qildi. Asim ibn Adi raziyallohu anhu 90 vasaq, bir vasaq 150 kilogramga teng xurma iona qildi. Bir qancha kundan beri iona qilg'uvchilarning oyog'i uzilmadi. Hamma odam azur ko'pdir sadiqa va ionlarni ilib keldi. Hatto hech narsa topolmagan bir mud o'lcham birligi bo'lib, hozirgi 18 litrga teng yoki 2 mud bo'lsa bir narsani ko'tarib keldi. Musulmon ayollarmi qarab turmadi. Ular qudratining yetishicha bilayzuk, moncha, xalxal, putiga solgan zinnat buyumi, halqa, zira va uzuk chog'liq bir narsalarni iona qilib bu urushni qo'lladi. Qisqasi hech kim qo'l qo'shtirib turmadi. Hamma odam mol mulkidan ozdir ko'pdir iona qildi. Faqat intayin oz sondagi tabiiy razillik bilan yo'g'rilgan munofiq badbaxtlarla pul mollariga ko'z qizartib, bekorga berishga chidamadi. Ular tixi buni oyatda Munofiqlar mu'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qilguvchilarni, toqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qilguvchilarni ayiblaydi. Ularni masxara qiladi. Qur'on Karim Sura Tavba 9-sura 79-oyatda aytilgandek, musulmonlarni masxara qilishdi. Musulmonlar qo'shinining Tabuqqa qarab atlanganligi, musulmonlar mushundaq jiddiy tutush qilib, urush tayyorligini bitkizgandan keyin
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge öz orunda Muhammed İbni Mesleme razıyallahu anhuni, yani bir sözde Sebai İbni Erqate razıyallahu anhuni kaldırıp yolga çıktı. O yolga çıkış aldıda Ali İbni Ebu Talib razıyallahu anhuni məxsus öz ailesiga qarashqa qaldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürüp ketgenden keyin munofiqlar Ali razıyallahu anhuni ayıplab, onun üstüden söz-söhbət qılğanlıqdan o dərğəzəb bulub Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin keyindən yetişib aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem udi Medine'ge qaytırıb, "Sen bilen men Harun bilen Musaga o'xshash bo'lsak rozi bo'lmamsan. Biroq mendan keyin payg'ambar kelmaydi", dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali razıyallahu anhuni Medine'ge qaytırib etgandan keyin Tabukka qarab ilgirledi. Zo'r qo'shin bo'lganlikdan 30 ming kishi bo'lib musulmonlar ilgari bundaq zo'r ko'lamda tashkillanib baxmagan edi. Musulmonlar garchi iona qo'llarini keng ochgan bo'lsa-mu, tayyorliklar yetarlik bo'lmagan edi. Şoňa qo'shinda yanala ozuqluq va uloq masalasida zo'r qiyinchilik ko'rildi. 18 odam bir to'gaga navbatlashib mindi. Ba'zida ular dal daraxtlarning yupurmoqlarini yeyishga majbur bo'lib, eg'iz va lavlari ishib ketdi. To'ga uloqlar mingiri yetishmaganning ustiga ussuzlik azobiga chidamay to'glarni o'ltirib, ularning suv xaltisi, ishki qornidagi sularni ichishga majbur bo'ldi. Shu sababdan bu qitimqi jangga qiyinchilik jangi deb nom berildi. Qo'shin shimolga yurish safarida hijri, ya'ni tarixdagi Samud xalqining tosh uyib bino qopirgan joyi Vadul Qurodan o'tdi. Kishilar u yerning quduqlaridan suv tortib ichmoqchi bo'lib oldirashqa edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "U yerning quduqlaridan suv ichmanglar, tahoratmi olmanglar. Uning suyi bilan yo'g'rilgan ximirini to'ga uloqlariga halab qilib berýetinglar. Azraqmi yeb salmanglar", dedi. Va ularni Salih alayhisalomning to'gisi suv ichidan quduqdan suv tortib ichishga buyurdi. Sahih Buxoriy bilan Sahih Muslimda İbni Ömer razıyallahu anhumadan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicri Vadul Qurodagi bir qadimqi xarobalikning nomi. Uningdan o'tganda o'zlariga zulm qilganlarning mahallasiga yig'azor bilan kiringlar. Shunda qilganda ularga kelgan azob oqibatlar sizlarga kelmasligi mumkin, dedi. Andin beshini mahkam o'rab, uloqni teziltib vodidan o'tib ketdi. Yo'l ustida qo'shinning suvga bo'lgan ehtiyoji bekmu ishib ketib, musulmonlar oxir Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ussuzlikdan shikoyat qilishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allah Taolaga duo qilgan edi. Allah Taolo shu an bir parcha bulutni avatib, yomg'ir yog'dirib berdi. Buning bilan hamma odam suvga qondi. Hatto qochilarni to'shqizib olishdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabukka yıqillab kelganda qo'shinga so'z qilib, "Sizlar Allah xolisa ata Tabukka yetib borsizlar. Balkim kun rosa qizg'anda andin yetib berishinglar mumkin. Burun yetib borganlar u yerning suyiga men borgucha qo'l tekkizmusun", dedi. Bu hadis naql qilguvchi Ma'az raziyallohu anhu mundaq degan: "Shuning bilan biz adisi Tabuk kentiga yetib bordik. İki odam u yerdagi bir buloq bo'yiga allaqachon berib bo'libdi. Buloqning suyimi nihoyat oz sirg'ib turdi ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulardan: "Buloqning suyiga qo'l tekkizdinglarmi?" deb so'ragan edi. Ular "Ha-a" deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga azroq qaydi. Andin hiliqi buloqdan oz-ozdan uchumlab elividi. Bir ikki odamning ichishiga yetgudak suv yig'ildi. U bu suv bilan yuz ko'zini va qo'lini yuvgandan keyin hiliqi buloqqa to'kkaydi. Buloq suyi shu an bulduqlab chiqqini turdi. Odamlarning hammasi suvga qondi. Suv to'xtamay eqiyotdi. Andin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Ma'az, umring yor bersa uzoqqa bormay mushu yerlarning bog'u bo'stonliqqa aylanganligini ko'rsan", dedi. Shu kuni yo'l ustida yoki Tabuk kentiga yetib borgandan keyinmi rivoyat birdek emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bugun kecha qattiq bo'ron chiqdi. Hech kim o'rnidan turib harakat qilmasin. To'gisi borlar to'gining putini mahkam chetib etsin", dedi. Rastilla shu kechasi qattiq bo'ron chiqdi.
Bir odam o'rnidan turgan ekan, bo'ron uni Tay-Tig'i, ya'ni arablarning bir qabilasi o'rinlashgan tog'ning nomi, shu tarafga uchiribdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qitimqi safarda yo'l bo'yi namozlardan peshin bilan asrni, shom bilan xubtanni jam'i taqdim, ya'ni birini azroq kechiktirib, yana birini azroq oldiga surib birlashtirib o'qish usuli bo'yicha namoz ado qilib mangdi. Musulmonlar qo'shinining Tabukqa bargoh qurganligi. Uzoq musofirni besib Tabuk kentiga yetib kelgan musulmonlar qo'shini dushmanning oldini to'sish uchun shu yerga bargoh qurib urushga tayyorlik ko'rdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinga nutq so'zlab, ajoyib fasohatlik, labzi ixcham va mazmuni mo'l so'z iboralar bilan qo'shinni ikki dunyolik baxt saodatning uli bo'lgan bu urushga chaqirdi. Qo'rqinchaqlikning numusliq oqibatidan va urushdan yaltishning u dunyo bu dunyodagi sharmandichiligidan ogohlantirdi. Cesur va botir bo'lishga undidi. Jasorat bilan urush qilib, shahid bo'lganlar oxiratda noil bo'ladigan alohida iltifotlardan xo'sh bishorat yetkazdi. Shuning bilan qo'shindagilarning hardug'i chiqib, ruhi ko'tarildi. Oziq-tulik yetishmaslik, lashkari aslahalar kamchil bo'lish va yer sharoiti bilan tunishmaslik qatorliq sabablar tufayli kelib chiqqan g'am andishlar zoil bo'ldi. Hammaylan jo'shqin ruh va jangovar qiyofatga kirdi. Urush qizg'inligi kuchaydi. Ularning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zi oyoqlashmay turibla, jang maydoni hozir bo'lsa, shu peti urushib shahid bo'lgan bo'lsaq deb ketishdi. Ammo Rum doiralari va ularning yollanma ittifoqdoshlari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'shin tortib kelganligini anglagandan keyin vujudiga qo'rqinish olishib sarosimaga tushdi. Ular bostirib kelish u yoqda tursin, qandoq chekinish ko'yiga tushdi va tarqab ketish qarorini chiqarib ostog'ina chekindi. Buning bilan Tabuk jangi asosiy jihatni oxirlashdi. Bu urush musulmonlarning yarim orolning ichi va sirtidagi shon shavkatini ilgirkidan hassilab oshirdi. Amdi har qanday bir dushman kuch musulmonlarning lashkari kuchini sal chaqlay olmaydigan bo'ldi. Musulmonlar bu qitimqi yurish orqali qonliq elishish bilan qo'lga kelishi tasga to'xtaydigan g'oyat zo'r siyosiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarga erishdi. Alayli, Ayla hokimi Yuhanna ibn Ruba o'z ixtiyorligi bilan kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan boj, xiroj, jizya topshirish va asli o'rnini saqlab qilish to'xtami imzoladi. Orqadilla Jarba va Azruh vakillari kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga boj xiroj topshirganligini bildirishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir parcha maktub yozib, bir nusxasini ularga berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ayla hokimiga mundaq yozgan edi: Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu Alloh va Allohning elchisi Muhammad tarafidan Ayla hokimi Yuhanna va uning xalqiga berilgan amonlik maktubudir. Ularning dengiz va quruqlik qatnashi Allohning va Rasulullohning himoyasida amon eson bo'ladi. Sham va dengiz orollaridagi aholilardan Yuhannaga tabi bo'lganlarmi shuning ichida. Kimki ahdinomiga xiloflik qiladigan, uning mili, jini kabalatlantirilmaydi. Ondaqlarning mol-mulki, kuchi yetsa alganlarga halaldir. Kelishimiga amal qilganlar mayli dengiz, mayli quruqlikda daxli ta'russizdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Tabukda turayotgan mezgilda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu 420 otliq bilan Dumatul Jandalning hokimi Ukaydir degan kishini tutib kelishga avatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xolid roziyallohu anhuga sen uni o'g'layotgan yeridan topsan degaydi. Xolid roziyallohu anhu yetib kelib, uning qo'rg'inidan ko'z yetim yiroqlikda kuzatib turdi. Bir chaqda bir yavo kala kelib, uning qasrining darvozasiga usishga boshladi. Ukaydir buni tuyib, kalini o'g'lig'i chiqdi. Kecha bekmu yo'ruq aydin edi. Shuning bilan Xolid roziyallohu anhu uni tutib olib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga ilib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning qinidan kechdi va uning musulmonlarga 2000 to'yga 800 to'yaq qo'y, 400 savut va 400 neyza topshirganligi haqida kelishim imzoladi.
u keydir bosh topshirishga qoyil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga Yuhannaga yezib bergandek Davma, Tabuk, Ayla va Tayma qatorida amonliq maktubnomasi yezib berdi. Bu bir qator faoliyatlar Rumliklarning ketminini chopadigan shimoldagi arab qabilalariga Әмді кона tajavuzchi xo'jayinlariga jon ko'ydirishning kelmasga ketganligini, davr chaqының musulmonlarning manfaatiga qarab aynishga boshlaganligini his qildirdi. Shunda qilib, bu yangi islom davlatining shimoliy chegarasi davomli kengayib, Rum chegarasiga bevosita tutashdi. Bu zamin tavasidagi Rum qo'lchimoqlarimi әмді bu zaminda qonliq qamchisini mangu o'ynatolmaydiganligiga ko'zi yetib xursindi. Shunda qilib, bu qadimlik kitap o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.